yaxshi niyatda Jak avtomobilini xarid qildingiz. Bunga nima xizmat kerak? Aka, ishoning, avvalo nomerdan-da oldin birinchi o'rinda propan yoki metan ustunovka kerak bo'ladi. Sizga metan afzalmi, propan afzalmi? Siz bizni video obzorda hammasini ko'rib chiqing. Ya'ni nima qilish kerak, qanaqa xizmatda, ya'ni qanaqa propan qo'yish kerak, qanaqa metan qo'yish kerak, hammasini batafsil, ochiq o'yindan aytib o'rganamiz. Aka, bizda faqatgina sifatli klient bo'lasiz. Ya'ni takrorlanmas, original bo'lgan miyalarda ustunovka qilib berganmiz. Stak miyalar original 100% ahamiyat berib qo'ying va 100% MPI motor. Mana shu motorga zo'r qilib davlat yetkazib beradigan reduktor, albatta X reduktori bo'ladi va X farsonka. Montajlar zavod holatda bo'lgan. Qaytarib o'tamiz. Oldi qo'yilgan jihozga 100% 1 yil garantiya beramiz. Balonga esa 15 yil. 5 ta balon bunisiga qo'yilgan, 5 ta balon bunisiga qo'yilgan. Qanaqa balonlar va nimalar qilinganligini video davomida keyingi videolarimizda ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu videoni avvalo ko'rdingizmi, bo'ldi. Sirrazi propan yoki metan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Aka, bir kun xuddi shunday xizmat sizga kerak bo'ladi. Shuning uchun siz obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lganingizdan keyin как положено sizga kafolatli, garantiyli bo'lgan ustunovkalarda taklif qilamiz. Sirdaryo metangiz ishonchli, sifatli xizmat 24 ga yetdi. Tanlovda adashmaymiz, obuna bo'lishni unutmang. Obunachilar uchun eng arzoni demaymiz, eng sifatlisini ustunovka qilib beramiz. Balonlar turishini qarang aka. Garantiyli bo'lgan balonlar, oldi qo'shimiz 100% QR kodga ega bo'lgan balonlar. Sirdaryo metangiz 24 ga yetdi. Bu videoni maksimum propan yoki metan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborgan bo'lishingiz kerak va bizga kelishingizdan oldin albatta obuna bo'lishingiz shart. 24 ga yetdi. Tanlovda adashmaymiz.